Bugun man sizlarga mana bunaqa turlarni qo'yishni o'rgataman. Bu uchun biz albatta bitta ilova yuklab olishimiz kerak. Bu juda samarali usul. Mayli. Sherifni almashtirish uchun fontga kirib olamiz va nachat degan joyda bu yerda istagancha yilingizni tanlashingiz mumkin. Farqi yo'q, qanday yil tanlashingiz. Nachatni bosamiz. Birinchisi mana shu font degan bosib, birinchisiga kirib olib, mana buni yoqamiz. Hozir to'xtang, mana kiramiz va bu font degan joyga qo'yib qo'yamiz. Bizdan ruxsat so'raydi. Okni bosamiz. Bundan chiqamiz bo'ldi. Xo'sh, chiqamiz. Ikkinchisiga kirib fontga o'tkazib qo'yamiz. Mana. Yana okni bosamiz. Bir tilni tanlaysiz albatta. Okni bosamiz. Bu narsa yozsangiz ham bo'ladi. Tilni inglizcha qilamiz. Mana. Xo'sh, bu yerda inglizcha qilamiz. Bu yerda xo'sh, temaga kirib, bu yerda orqa fonni tanlaymiz bo'ldi. Istagancha orqa fon tanlasangiz bo'ladi. Mana dunyo degan mana shunaqa fonlar tanlaysiz. Mana shu orqa va Primini degan joyni bosib bemalol tayyorlashingiz mumkin. Xo'sh, mana istagancha tanlasangiz bo'ladi albatta bo'ldi. Video yoqqan bo'lsa albatta like bosib qo'yamiz. Font ilovasini yuklab olishimiz kerak. Font, ya'ni biz bu ilovani Google Play, Chrome, Yandex, Google eng samarali usullar bu Telegram. Mana Telegram kanalim bor. Mashhur Baxtiyorov 100 ga. Bu yerda mana shu faylchani tashlab qo'yganman. Albatta bu yerga kirib yuklab olsanglar bo'ladi. Mana shu fayl. Bu yerga kommentariy silka orqali o'tsa ham bo'ladi yoki mana bu kod orqali ham skaner qilib o'tsanglar bo'ladi. Mana shu ma'lumotlar shu yerda yakun. Like bosib kanalga obuna qo'yishni unutmanglar.